Salom do'stlar, biz ayni paytda Zarkentdamiz va Zarkentni eng tog' cho'qqisidamiz. Dengiz sathidan 1500 kilometr balandlikda va tog'ni eng cho'qqisidaligimizga yana bir misol. Bu yerda mana mamlakatimiz bayrog'i bor. Xo'sh, Zarkentga nima uchun keldim? Ortimda ko'rib turgan bo'lsanglar, O'rmonchani markazida Zarkent sanatoriyasi bor. Sog'lig'imga anchadan beri e'tibor qilmay qo'yganim uchun, demak sanatoriyaga lecheniya olishga keldim. Zarkent sanatoriyasi haqida gapirish uchun manzarani ko'rsatishni o'zi yetarli, lekin ta'riflab ham o'tmoqchiman. Bu yerda xodimlarning munosabati, undan tashqari oshpazlarni shirin taomlari va eng asosiysi shifokorlarni bemorligi munosabati inson dilini yayratadi. O'rmonchani o'rtasida bo'lgani uchun, tog' bag'rida bo'lgani uchun bu yerning havosi, ekologiyasi juda ham go'zal. Agarda sog'lig'imga e'tibor beraman, lecheniya olaman, shifokorlar ko'rigidan o'taman demoqchi degan niyatinglar bo'lsa yoki yaqinlaringlarni, yoshi ulug'larni yuborish uchun sanatoriya qidirayotgan bo'lsanglar, shaxsan o'zim Zarkent sanatoriyasini tavsiya qilaman. Menga juda ham yoqdi. O'zim keldim. Ana endi tez-tez mana shu manzilga kelib turamiz.